46-savol. Alfa xlor propion kislotaga yetarli miqdorda ammiak ta'sir ettirilganda 17,8 gram anilin emas, alanin aminokislota, ya'ni alfa aminopropion kislota deyiladi. Alanin hosil bo'lsa, reaksiya uchun necha litr ammiak olinganini aniqlang. Reaksiya unumi 80%. Alfa xlor propion kislotaga, demak, propion kislotani yozib olamiz. CH3 CH SOH. Mana bu alfa holatda xlor bor. Plus ammiak ta'sir ettiramiz. NH3. Bu yerda kelib chiqadi. Alfada xlor atom o'rniga amino guruh keladi. Bu yerda CH3 CH SOH ga bu yerga NH2 guruh bog'lanadi. Amino guruh va amoniy xlorid kelib chiqadi. NH4 xlor kelib chiqadi. Reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsa, mana bu yerga ammiakka 2 koeffitsient qo'yilsa, reaksiya teng bo'lib qoladi. Mana bu alfa amino propion kislota alanin ham deb ataladi. Alanin tarixiy nom aminokislota. Endi shu alanin hosil bo'lgan ekan 17,8 gram molga aylantirib olamiz, osonroq ishlash uchun. 17,8 gram alaninni massasini molga aylantirish uchun molyar massasiga bo'lamiz, 89 ga bo'lamiz. Xo'sh, 89 ni qanday topdik? Mana bu aminokislotalarda o'zgarmas, mana bu guruh doim 74 bo'ladi. Unga CH3 guruhini qo'shsa 15, 89 molyar massa bo'ladi. Shunda 17,8 89 ga bo'lsa 0,2 mol kelib chiqadi bu alaninning moli. Faqat shu reaksiyaning unumi 80%. Ya'ni mahsulot 80% unum bilan hosil bo'lgan. 0,2 mol alanin, mana shu mahsulot 80% unum bilan hosil bo'lgan bo'lsa, 100% unum bilan qancha alanin hosil bo'lishini proporsiya qilib topamiz. Ishlash uchun 0,2 ni 100 ga ko'paytirib 80 ga bo'lamiz. Shunda bu yerda 0,25 mol alanin hosil bo'lgan bo'ladi. Endi shu alaninni hosil qilish uchun necha litr ammiak olinganini aniqlang. Ya'ni reaksiya uchun ishlatilgan ammiakni mana buni top deb. 2 mol ammiak ishlatilganda reaksiyada hosil bo'lgan mana bu alaninimiz 1 mol ekan. 1 mol alanin hosil bo'lyapti mana. 0,25 alanin hosil bo'lish uchun necha mol ammiak ishlatilganini proporsiya qilamiz. 0,25 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsa, 0,5 mol ammiak ishlatilgan bo'ladi. 0,5 mol. Endi shu ishlatilgan ammiakni hajmini top debdi. Demak, ammiakning moli kelib chiqdi. 0,5 mol ekan. Hajmga aylantirish uchun 22 4 ga ko'paytirib qo'yamiz. Ko'paytiramiz 22,4 normal sharoitga. Shunda kelib chiqadi 11,2 litr normal sharoitda ammiak shu reaksiya uchun ishlatilgan, ya'ni olingan bo'ladi. To'g'ri javob B javob ekan. Demak, 46 ga B javob kelib chiqar ekan.